Bizda keyingi muammo savollardan biri Muhammad Rizo haftaning seshanba, payshanba va shanba kunlari matematikadan qo'shimcha mashg'ulot darslariga qatnashadi. Uning oxirgi marta qatnashgan darslari quyidagi kalendarda ifodalangan, ammo bu kalendardagi o'tgan oydagi barcha sanalar bo'yab qo'yilgan. Muhammad Rizo bu kalendarda darsga bormaydigan kunlari qayd etilmaganini biladi. Agar u o'tgan oyda darsga qatnashgan barcha sanalarni qo'shib 210 ga teng yig'indi hosil qilgan bo'lsa, o'tgan oydagi barcha juma kunidagi sanalar yig'indisini toping deyilyapti va demak kalendarda berilyaptiki, mana bu seshanba 3-chi demak sanaga to'g'ri kelyapti ekan. Mana bu joy demak dushanba 2 bo'ladi, yakshanba 1 bo'ladi. Mana bu joy yoki 30 yoki 31 yoki aniq aytib bo'lmaydi. 28 yoki 29 ham bo'lishi mumkin. Endi shundan foydalanib biz qaysi demak mana bu jumadagi o'tgan oydagi jumadagi barcha sanalar yig'indisini topishimiz kerak ekan. Mana bu demak bo'yalgan barcha o'tgan oydagi demak sanalar bo'yalgan ekan, borgan sanalari. Endi biz shundan foydalanib misolni ishlaymiz. Xo'p. Endi biz mana bu joyda x deydigan bo'lsak, seshanba yana 7 kundan keyin keladi. X + 7 bo'ladi. Keyin yana seshanba x plus endi 7 ga yana 7 qo'shsak 14 bo'ladi. Bundan keyingisi esa x plus 21 bo'ladi. Mana keyingi payshanba esa mana chorshanba bitta, payshanba ikkita kundan kelgani uchun x plus 2 bo'ladi. Keyin shanba-chi desa shanbamiz bunga yana 2 qo'shsak shanba x plus 4 bo'ladi. Shuni bilgan holda demak misollarni ishlaymiz. 7 qo'shib ketamiz yana pastga qarab bu joydan x plus 9 bo'ladi. Xo'p, yana 7 ni qo'shsak unga x plus 16 bo'ladi. Yana 7 kundan keyin payshanba keladi x plus demak 23. Bundan keyin mana bu joyga 4 ga 7 ni qo'shsak 11 x plus 11. Keyingisi 7 qo'shsak x plus demak 18 va keyingisi x plus bizda 7 qo'shsak 25. Xo'p, bu jarayonni hisobga olib turib biz x o'rniga necha to'g'ri kelishini demak topamiz. Bular yig'indisi, barchasining yig'indisi 210 ga teng deb aytib ketdi. Demak, barcha borgan sanalar yig'indisi 210. Umumiy olganda mana bu qatordagi yig'indi 4x plus demak hosil bo'lyapti. 7 ga 14 21, 21 ga 21 42 ni beryapti. Keyingi joyda 4x plus 2 ga 23 25, 9 ga 16 25. 25 qo'shsak 50 chiqadi. Keyingisi endi 4x plus mana 4 ga 25 qo'shsak 29, 11 ga 18 dan 29. 29 ga 29 esa bizda 58 ni beryapti. Endi bular yig'indisi 210 chiqqanidan demak 4x ga 4x ga 4x qo'shsak 12x plus hop 42 ga 50 ni qo'shsak 100, 50 da qo'shsak 150. Hop. Va shular yig'indisi 210 ligini hisobga olyapmiz. 210 bo'ladigan bo'lsa, endi x ni bu yerdan topamiz. x teng bo'ladi. 210 dan 150 ayiramiz 60, 12 bo'lsa x teng 5 chiqadi. Va bu yerda demak x teng 5 bo'ladigan bo'lsa, juma sanamiz demak, qaysi sanaga to'g'ri keladi birinchisi deydigan bo'lsak, 5 mayt 6, mana bu joy 7, mana bu joy 8 bo'ladi. Ha, undan demak tepasi bir hafta oldin bo'lgani uchun birinchi sanasi demak 1 jumaga to'g'ri kelar ekan. Keyin yana 7 qo'shamiz. Keyin yana 7 qo'shamiz. Yana 7 qo'shamiz. Va bular yig'indisini so'rayapti. Mana shu o'tgan oydagi jumalarning yig'indisini so'rayapti. Hisoblasak demak 30, 15 qo'shsak demak mana shu javob kelib chiqadi.